O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 9-may kuni Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 9-may kuni Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. Qizil maydonda g'alaba paradi bo'lib o'tdi. Ikkinchi jahon urushidagi g'alaba millionlab insonlarning jasorati, matonati va fidoyiligi natijasidir. G'alaba paradi yakunida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin va boshqa davlatlar rahbarlari bilan birgalikda Aleksandr bog'idagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. Ushbu yodgorlik g'alaba yo'lida mislsiz jasorat ko'rsatgan va jon fido qilgan millionlab jangchilar jumladan O'zbekiston farzandlari xotirasiga o'rnatilgan. Marosimning so'nggi daqiqalarida 1 daqiqalik sukut hamda faxriy qorovul va harbiy orkestrning tantanali yurishi bilan yakunlandi.